To'g'rimi? Xo'p, rahmat. Hozir sekinasta o'yinlarni og'irlashtirib boring. Ko'ring. Osmonda kabutar qanday mahallab ochsa, palvon yigitimiz ham birinchi o'yinida bitta qo'l qo'yadi. Orada qo'l qo'ymasdan havoni taftida aylanib yerga tik turib qolsa, palvon uchun bir guldiroz qarsiga chop qo'yamiz. Randat flay salto o'yinlari havo taftida bajarib borsin. Qani ketdi. Qani. Bosdik. Qarsi o'tirsin, ha. Ketdi. Barakallah, bo'ladi. Xo'p, rahmat. Qadrdonlar, haqiqatan ham 2025-yilga o'tganimizdan beri qarzi qimmatlashib ketdi. To'g'rimi? Joninglar omon bo'lsin. Ana shu shalab tushib cholinayotgan qarziga polvonni o'yinini og'irlashtirib boring. Agar yo'qsa, bundan ham dadilroq qarziga chop qo'yasiz. Polvonni yugurib kelyapti, aqabaga tashlayapti, oson bo'lishi mumkin. Ko'ring, polvon o'rtada turgan holatda oyoqlarini baylab qo'ying. Baylab qo'ygan holatda birovning yordamisiz orqaga salib tashlab qo'yasiz. Yo'qsa qarziga chop qo'ying. Qani ketdi. Bosdik. Mijol harakat. Qani. Hushyor bo'lasiz. Sahna maydoni ham tekis ekan, hushyor bo'lasiz aslida. Hey, hushyor bo'l. Hozir ham tushamiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, qadrdonlar, birgalikda sanaymiz. E'tibor bering. Necha marotaba orqaga tashlaydi. Oyog'i baylangan holatda juda murakkab. Gapirish oson. Ko'ring. Tayyormizmi? Bosdik uka. Siz oting qarsaydi gulini eshitasiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Yeb barakallah. Menimcha qarsayga arziydi. Asadulla ukamiz bo'ladi. Xo'p, rahmat. Qadrdonlar, polvonni o'ynataman desam o'yinlari juda ko'p. Vaqt oliy ekan. Mana shu xonadonga rizqi nasibamiz qo'shilgan ekan. Ozgina vaqt oldik. San'atkor akalarimiz ham ozgina